kishining dini, jinsi, martabasi, boy va faxrligidan qat'iy nazar uning haqqiga rioya qilishdir. Ya'ni har bir inson shunday adolatli bo'lish kerak ekanki, dinimizning talabi kim bilan ro'bara kelganimizda, kim bilandir munosabatga kirishganimizda adolatli bo'lishligimiz, u insonning kim bo'lishligidan qat'iy nazar, jinsidan, irqidan, kelib chiqishidan, nasl nasabidan, boyligi yoki kambag'alligidan qat'iy nazar nima? Haqqiga to'liq rioya qilishligimiz, haqqini to'liq ado etishligimiz mana shu adolatdan ekan. Boyga yon bossak, kambag'alni ezgilasak, yo uning dini boshqa yoki jinsi boshqa deb qaraydigan bo'lsak, bu dinimiz talab qilgan adolatdan emas ekan. Bugun biz mo'min musulmonlar mana shu narsaga rioya qilishligimiz, ya'ni adolatli, Alloh taolo adolatli bandasini yaxshi ko'radi, sevadi.